Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 16-oktyabr, soat ertalab 7. Men yuk olishga kelganman. Hozir Jorjiyadaman. Atlantaga yaqin joyda. Hozir yuklangan treylerni olib yo'lga tushishimiz kerak Dallas, Texasga. Yukni ertalab soat 5 da borib berishimiz kerak. Hozir sizlar bilan treylerni ulaymiz, yo'lga tushamiz. Oldingi videoda aytganimdek, yangi kompaniyaga ishga chiqqanman. Hozir traktor ofisga borgandan keyin alishtirib berishdi. Bu ham Freightliner Cascadia. Buni yili sal eskiroq, 2022. Mileage ham ko'proq, 580 mingdan oshiqroq mayl yurgan. Trak yaxshi, tashqari tomondan yaxshi qaralgan, balonlar yaxshi. Og'irroq yuk bilan parking qo'yib turganda trak yo gazni bosganingizda yo yurmaydi, yo birdaniga tez ketib qoladi. Bu parkingda расчетda olishga ozgina qiynar ekan. Shuni ham ko'ramiz. Agar bugun ham erta ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, buni bir mexanikka ko'rsatib o'ramiz. Boshqa muammosi yo'q. Traktor ichiga yaxshilab joylashib oldik. Endi bundan keyin videolar tez-tez chiqadi, nasib bo'lsa. Har hafta video chiqarishga harakat qilaman. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin bitta like qo'yib qo'yinglar. Chunki anchadan beri YouTube'da video qo'ymaganim uchun YouTube'dagi aktiv shunaqa tushib ketgan. Shunaqa YouTube shunaqa ishladiki, uzoq vaqt YouTube'ga video qo'yilmasa, bu o'sha podpischiklarga ham yangi videolarda rekomendatsiyaga chiqarmay qo'yadi. Shunga yordam beringlar. Rahmat. Please drive to highlighted route. Do'stlar, men katta yo'lga ham chiqib oldim. Yo'limiz 822 mayl ekan, 12 soatli yo'l. Yukimizning og'irligi 24,000 pound ekan. Tarozi qilishimiz shart emas. Orada hamma narsaga vaqtimiz yetar ekan. Orada to'xtab zapravka qilib dam olishga ham. Aytganimda ertaga soat ertalab 5 da topshiramiz yukni. Restoraga to'xtadim. Alabama shtatidaman. Parkingi katta ekan, traklar uchun 64 tadir parkingi bor ekan. Veligi kattaligini qaranglar. Kim haydar ekan? Qaysi gigant odam haydar ekan uni? Restorani ko'rinishi o'rmon ichiga qilib qo'yishgan. Atrof juda go'zal.
Zavtrak obedni bitta qilib shu yerda qilib olamiz. Yo'limiz uzoq, shu bilan to'xtamasdan yuramiz. Restoran bo'm-bo'sh, hech kim yo'q atrofda. Kecha yo'lda halol o'qib uchrab qolgandi. O'shandan olgandi. Bu tovuq bilan guruch, ustida kartoshka fresi bor. Menga bu ovqatni go'shtdan ko'ra guruch ko'proq yoqadi. Qandaydir pishirishadiki, guruchni o'zini yasaydan mazali. İçeride juda ko'p ekan, yarmidan ko'p ham qolib ketdi. Achchig'ini ko'p qilib yubordi. To'g'ri shu qo'ydik. Mana ketdik, yana yo'lda davom etamiz. Dam olish tugadi. Odamni ketgisi kelmaydi bunaqa joydan. Zo'r sharqada bo'yapti. Kuzli vibe'ini berib turibdi. Do'stlar, avtodomni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Avtobusda uy qurgan. Kamida bir 2 xonali katta uydi. Ya'ni yonlari chiqadi, yana ham kengayadi bu. Turn left on Mississippi. Hozir Mississipidagi Walmartga to'xtadim. Bag'da yaxshi truck parkingi bor ekan, kattagina. Hozir kirib ozgina bozorlik qilib chiqamiz. Yana yo'limizga davom etamiz. Suv, meva ishlar qolmoqda. Ozginadan olamiz. Xolodilnik mayda ekan, buni osmoni. Shunga ko'p narsa ketmaydi, kamroq narsa olamiz. Vaqtimiz ham kam, tezroq kirib chiqishimiz kerak. Yaqinda bularning bayram kelyapti. Shunga hamma joyda ashqovoq bilan to'lib tashashibdi. Mana shu stollarni olishim kerak. Trakka juda qulay.
Tagiqda gilamcha ham olish kerak. Mana shu gilamchadan bitta olaman. Oyoqdagi takka. Mana shuncha narsa. 267 dollar bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Arzimagan narsa shuncha puli. You know what? I must wear this more. Oh, I ain't had so many compliments. I thought I didn't wear my jacket no more. Wear regular clothes. Do'stlar, har doim yangi kompaniyaga chiqqanimda shuncha rasxod bo'ladi. 250 dan tortib 350 gacha rasxod qilaman. Trakka sharoit qilib olish uchun. Trakda ichi bo'sh bo'ladi. Unga o'zingiz komfort qilish uchun. Shuni ichida yashaganingizdan keyin yaxshiroq komfort qilgis keladi. 24 soat shuni ichidasiz.
suvlarni mazasi yo'q, shunga suv solamiz. ichkariga kirib suv olib chiqamiz. Keyin yo'limizda davom etamiz. Please proceed to shower fund. Thank you. 1 litrlik choy. Quyosh botishi juda go'zal. Ayniqsa traktordan juda chiroyli ko'rinadi. Biz 300 mayl yo'limiz qolgan. Hozir yaqinroqqa borib traktorga parking topsa o'sha dam olamiz. Ko'p dam olishga vaqtimiz yo'q. 3-4 soat vaqt dam olamiz. Do'stlar, hozir traktorga to'xtadim. Delivery adresgacha 73 mayl qoldi. Ertalab soat 3 da turib haydasam yetib boraman soat 5 gacha. Yaqinroqda traktor topish qiyin, hozir kech bo'ldi, hamma joy to'la. Hozir yo'lda bitta traktorga to'xtadim. Bu yerda parkingga pullik ekan. $10 ekan, pulni to'lab chiqamiz. Keyin 4 soatlik vaqtimiz bor dam olishga. Sразу uxlaymiz. Sizda Texasda traktor ko'rinishidan o'zim ma'lum. Ichkariga kirsalar Texasni vibe'ini berib turadi. Texas flagi. Thanks so much. Have a good night. Buni hozir oynaga yopishtirib qo'yamiz. Shu bilan dam olamiz. Xayrli tun hammaga do'stlar. Xayrli tong do'stlar. Bizda soat 3:22. Yo'lga tushib davom etamiz yo'limizda. Aytganimdek 1 soat 10 minutlik yo'limiz qolgan. Vaqtida borib qolishimiz kerak. Qani ketdik bo'lmasa.
Yo'q, shu yerga ekan. Hozir mana bu birinchi dokka drop qilib ketaveryapti treylerda. Yangi bo'sh treyler olasan deyapti bu tarafdan. Uni oqtarib olamiz. Hozir biz orqaga haydashimiz kerak. Rul to'g'rilab olib, aytar rashodni kattaroq qilib to'g'ri chiqishimiz kerak. Chunki ana yo'l mayda ekan, burilishga qiynalamiz. Bakab qilib olib kirishga. Yo, tekis olib kirish kerak. Hozir mana shu treylerni olamiz. Yaxshi ham treyler bor ekan. Avara bo'lib boshqa joyga boramiz. Lovesga kelib endi dam olaman desam, soat 6:47 ish berib qoldi. Montanaga Texasdan. Hozir borib bo'sh treylerni tashlaymiz. FedEx fasilitasiga keyin borib yuklanganda olib, shu bilan yo'lga tushamiz. Montanaga 1400 mayl atrofida bo'lsa kerak. Shtatlarda yo'li qiziq bo'ladi. Odamni zeriktirmaydi. Yo'lda qiziq narsalar uchraydi. North toward Fort Worth. Do'stlar, FedExga yetib keldim. Juda katta fasility ekan. Bilsalaring, FedEx bu pochta. Amerikadagi yoki dunyodagi eng mashhur pochtalardan biri desa ham bo'ladi. Menimcha Yevropa bilan boshqa davlatlar bilan ham pochta jo'natsalar ham bo'ladi. Ularda o'zlarining aeroporti ham bor, samolyoti ham bor. Xullas juda katta kompaniyalar. Milliardlab oborotga ega. Shuncha odamni yana ish bilan ta'minlab qo'yibdi degan. Baraka topsin. Joy tor bo'lgani uchun ozgina aylantirish noqulayroq. O'zingiz ham aylanib ketasiz. Quyosh chiqishini go'zalligini qaranglar do'stlar. Trakda ishlash shunisi ham qiziqda, har kuni quyosh chiqishini, quyosh botishini ko'rasiz. Har xil joydan ko'rasiz. Tog'dan ham ko'rasiz, cho'ldan ham ko'rasiz, shahardan ham ko'rasiz. Xullas shunaqa. Hozir adresini berishsa, tezda borib yukni olamiz. Keyin yo'lga tushamiz nasib bo'lsa. Yukni qachongacha olib borish kerakligini aytishmagan. Agar bemalol dushanba kungacha deliverisi bo'lsa, yo'lda dam olib, aynalib keyin ketamiz. Agar yakshanba kunlariga bo'lsa, ozgina ko'proq haydashimizga to'g'ri keladi. At the end of the street, turn left. Shunaqa trak parkingga treylerda tashlab ketishgan ekan, yuklanganda. FedExda yuki ekan. Og'irligi uncha og'ir emas, 22 pound ekan. Yo'lda qiynalamiz, tog'li joylarda. Yo'lga tushamiz. 1450 maylmi yo'limiz bor ekan. Dushanba kuni ekan dastavka, bugun juma. 3 kunda bemalol dam olib olib borsak bo'ladi.
Going to 119771 Rick Jones Way, Butte, Montana. Kirishni ishingizga tortib qo'ydim. Texasda restoranlar yana ajralib turar ekan. Qanaqadir qurilma, tushunmadim nimaligini. Bu yerda indeyslarda barabani yo'q, boshqa kiyimi yo'q. Bu US yo'ldagi restoran. O'shaning uchun ham traklar ham kam, mashinalar ham kam. Agar interstate bo'lganda hozir restoranlar ham ancha to'laroq bo'lardi. Atrof juda toza. Restoranga to'xtab 1 soat uxlayman deb 2 soat bo'lib ketibdi. Kecha kech uxlab, ertadan barvaqt turganimga uyqu kamlik qildi. O'shaning uchun kechasi haydamoqchiman. Shunga ozgina boshni qo'ydim. Sasvej bo'lib olish uchun. Dachig haydaymiz nasib bo'lsa. Do'stlar, bizda kecham tushdi. Dam olishga to'xtadim. Ertalab barvaqtroq turib haydayman. Hozir Dumas degan shaharcha ekan bu to'xtagan joyim. Maydaroq truck stopga to'xtadimmi? Parkingga bepul ekan. Yaxshi, hamma joy tinch. Yo'lda ertaga davom etamiz. Hammaga xayrli tun do'stlar. Xayrli tun do'stlar. Soat 7. Lekin hali qorong'i. Havo ham ancha kechasi baribir sovuq bo'lar ekan. Kunduzi lekin yoz, juda issiq. Hozir vaqtda ketay qilamiz va yo'lga tushamiz. Yangi oy chiqibdi. Havo shunaqa tozaki, yulduzlarni juda zo'r ko'rasiz. Oynani kirligini ko'ryapsizlarmi? Hozir buni bir tozalab olamiz u. Keyin yo'lga tushamiz, chunki yo'lda syomka qilsak kadrga xunuk tushadi, yaxshi ko'rinmaydi yo'l.
Kolorado shtatida bitta shaharcha yo'li bilan chiqdi. To'xtadim, bu yerda restoratsiya bor ekan. Daraxtlarni qaranglar, juda go'zal bo'lgan, sarg'ayib. Lekin gazollar yam-yashil. Hozir shaharchaga bir kirib ko'raylikchi, nimalar bor ekan. O'zi haqiqiy amerikaliklar shunaqa chekka joylarda yashashadi. Shunaqa kichik shaharchalarda, qishloqchalarda. Bularda hayot juda ham sokin bo'ladi-da. Menga o'zimga ham shunaqa joylar yoqadi. Qanaqadir vaqti barakasi bo'ladimi yo'q, hech qayerga shoshmaganingiz uchun dam olishga chiqqanimda shunaqa joylarga menga barakaliga o'xshaydi hayot. Vaqtim juda ham mazmunli o'tadi. Shu uchun bo'lsa kerak. Supermarket ekan. Bir kirib ko'ramizmi? Qani bu yerda supermarketlari qanaqa bo'ladi ichkarida? Supermarketlari ham zo'r. Ichkari qanaqadir boshqacha vibe. Eskaligi amerikanskiy kinolarga tushib qolgandek bo'lasizlar ichkariga kirsangiz. Kinolarda bo'ladi shunaqa joylar. Qaranglar. Juda havo birdaniga salqin bo'lib ketgan. Gripp kelganga o'xshayapti o'shanga hozir. Limon olaman. Limon choy qilib ichamiz. Juda ham muomalalari zo'r bo'ladi, bunaqa joylarda. Hi. Hi. This be all for you, Yes. honey? $1.34. Can I pay with Apple Pay? Yeah. Thank you. And with what? Apple Pay, like just tapping. Well, we can Yes. sure try. How are you? Pretty good. How you doing? Doing good. Do you want another bag? Or No, I'm good. Thanks so much. Have a good day. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Qanaqadir hamma odamlar yaxshiga o'xshaydi bu yerlarda. Hammaning muomalasi zo'r. Shunisiga mazza qilaman-da, shuning uchun shunaqa joylarga kelib, katta shaharlarda bo'lsa hamma qo'pol. Hech kimda muomala yo'q. Ochiqmi ekan yopiqmi? Yopiq ekan. No, we're not open on you're the not open? weekend. I'm sorry. No problem, it's okay. Yeah, Thank no, you. okay. Thank you. Yopiq ekan bular. Dam olish kunlari yopiq bo'lar ekan. Haftaning dam olish kunlari bugun shanba-ku. Hech qisi yo'q. Bu yer ham yopiq. GMC mashinani bagajini olib, diskalarini olib, bilmadim nimaning diskasi mayda-mayda. Skameyka qilib qo'yishibdi. Ahamiyat bergan bo'lsalar, bu yerda ko'pchilikda eski mashinalar. 2010 dan past yoki 2000-yildan past mashinalar. Bu yerda Ford ekan. Ford bagaj. Avtobusning balandligini qaranglar. Tog'larga chiqadimi? Bitta yoshligimda programma bo'lardi. Amerikanskiy shunaqa katta mashinalar bilan har xil tryuklar qilishardi-ku. Balandliklarga chiqib.
bo'sh joy sotilar ekan. Yo'lda bo'yi. Nechinchi yil mashinalar bular? Juda eski. Bu shaharchaning oti Hugo ekan. Mana shu uchun ham men Amazon yoki US Mail'da ishlashni yoqtirmayman. Chunki unda vaqtingiz bo'lmaydi, faqat shaharlarda yuklar tezroq olib borishingiz kerak. Katta trassalarda yurasiz, bunaqa shaharchalardan kamroq o'tasiz. Shuning uchun uncha yoqtirma. Ko'chani yukini qilganingizda bemalol shunaqa shaharchalardan o'tib, sayr qilib, aynalib, mazza qilib ishlaysiz. Odam 3-4 oylab traktor yursa ham zerikmaydi bunaqada. Mazza qilib sayr qilib yurasiz. Men oldin Amazonda ishlaganman. 2022-yil yangi chiqqanimda 2 oymi ishladim. Shundan keyin ishlamay qo'yganman. O'zi chiqishni ham xohlamayman. Qaysi kompaniya Amazon bilan ishlaymiz desa, chiqmayman o'zi. Yoki o'sha yukni qilmayman Amazon yukini. O'sha yillar lekin ish yaxshi bo'lgandi, pulini yaxshi bergani uchun ishlaganman o'sha yil. Lekin o'sha pul deb nima deydi, Amerikani nimasidan, sharqidan to g'arbigacha uxlamasa haydaganman. Jinni bo'lib qoladiganman, miyalarim to'xtab o'sha Pensilvaniyadan Kaliforniyaga yuk chiqqan, uni olib qo'yganman. Endi uni to'xtamay bosish kerak, haydash kerak. Haydayapman, o'sha Arizonaga yetib kelganimdan keyin o'sha miya o'chyapti-da, umuman iloji yo'q. Orada yana 15 minutdan uxlab oyapman. Umrimda bunaqa uxlamaganman. Shunaqa uxlasa ham bo'lar ekan. Endi mas'uliyat bo'lgani uchun 15 minut uxlab yana uyg'onasiz odam. Chunki mas'uliyat bor-da. Uyg'onib yana dalchiq haydab, miyam o'sha Arizonaga yetganda ancha charchab, o'sha o'chib qolgan. Yo'lda haydayapman, lekin qanaqadir garangman. Hech nimani tushunmayapman, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Bir balo qilib yukni topshirdim, o'shandan keyin 3 kun dam olganman. 3 kungacha o'zimga kela olmaganman. Shu uchun ham boshqa deganman. Yana undan keyin ham qilganman, to'g'ri, nafs zo'rlik qilib, undan keyin ham bir ikki marta shunaqa ish qildim, lekin oxirgi 2 yilda bunaqa ishlar qilmayman. Shu tinchgina charchasam orada to'xtab, ozgina damimni olaman. Shunaqa bosib ishlashlar yo'q. Chunki odam charcharkan, ish ham yoqmay qoladi agar unaqa bosib ishlayversangiz, hadeb. O'sha tez trakdan ko'nglingiz soviydi. Boshqa ish qidirib qolasiz. Hay do'stlar, bo'lmasa yo'lda yana davom etamiz. Dam olish ham mana zo'r bo'ldi. Odam ancha charchoqlar chiqib, zo'r sayr bo'ldi, qisqasi.
Wyoming shtatidagi truck-stopga to'xtadi. Ham kattagina truck-stop ekan. Qarashdim. Suvenirlar juda ko'p ekan. Har xili. Kamerada ko'rinyaptimi yo'q bilmadim, lekin tog'lar ustida oq. Biz yaqin orada qor yoqqan. Sovuqdan ham bilsa bo'ladi. Kech kiryapti, traktor ham to'layapti. Do'stlar, bizda kecham tushdi. Aytganimda hali Wyoming shtatidaman. Hozir traktorga to'xtadimmi? Hozir bir qop kir bo'libdi bir haftada. Hozir bularni yo'q. Yuvaman. Yotib damga olib ertalab barvaqtroq turib haydayman. Hozir kam yo'lim qolgan. 400 maylga yaqin. Shunaqa yo'l qolgan. 6 soat yo'l qolgan. Ertaga yo'l davom ettiramiz. Xayrli tong do'stlar. Bizda soat 7:30. Sizda yo'lga tushsak ham bo'ladi. Traktorlar. Bitta tekshirib olamiz, keyin yo'lga tushamiz. Men tana shtatiga ham yaqin qolganman. Bu taraflar yana ham chiroyli bo'ladi, o'rmonlar kelishi mumkin. 90 da yo'lga chiqaman, Interstate 90. Ketdik bo'lsa do'stlar. Do'stlar, Montana shtati Interstate 90 da ketyapman. Hozir shamol juda qattiq bo'yapti. Shamol tezligi 41 maylgacha. Buni kilometrga hisoblasam 77 kilometr atrofida bo'lar ekan. Juda qattiq. Yukim yengil bo'lgani uchun, meni yukimda og'irligi 22,000 pound. Shuning uchun ham yomon sezdiryapti. Shuning uchun hozir tezlikni tushirganman, asta ketyapman. Hozir yo'l ham yopiladi shekilli. Yopildimi? Chunki Google Map exitga ko'rsatyapti. Yalanglik bo'lgani uchun ham shamol juda qattiq bu yerlarda. Mana yo'l ham yopilibdi. Znakni qo'yib qo'yibdi. Aynalib o'tsalar ham bo'ladi. Hozir US yo'ldan aynalib o'tishga harakat qilamiz. Mumkin birorta trak chapa bo'lganmi, yo'l yopilgan deyapti.
Do'stlar, Montana shtati Interstate 90 yo'li restoraga to'xtadim. Tog'li joy ekan. Ham o'rmon, ham tog', juda go'zal. Kamera yetkazib bera olmaydi. Atrof polniy archazor. Dron uyda qolib ketibdi-da, esdan chiqib. Yoki zo'r syomkalar chiqardi. Arriving at 119771 Rick Jones Way, on the left. Do'stlar, MP3'larni ham shu yerdan olaman. Endi borib damda olamiz. Ertaga dushanbadan ishni boshlaymiz. Bugun kech bo'ldi. Yuk chiqmaydi. Videoni shu yerda tugatsak ham bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like qo'yinglar, komment yozinglar. Sizlarga trak sohasida nimalar qiziq, hammasini o'qib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.